Nimaga hozir siz aynan bayerlikka o'rganishingiz kerak? Endi sizlarga aytib beraman nimagaligini. Hozir shu tadqiqotlarga asoslanadigan bo'lsak, onlayn savdoda yiliga 10-20% oshib boryapti. Bu nima degani? Odamlar ko'proq bozorga bormasdan uyda o'tirib tovar zakaz qilish hozir odamlarga juda ham oson bo'lib qolgan. Odamlarga bu juda ham qulay. Masalan, tasavvur qiling, siz uyingizda o'tiribsiz. Bayerlik qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Siz uyingizda mana qanaqadir bitta zo'r butikka bordingizda, o'tiribsiz, sizda hamma udobstvolar bor. Qorningiz ochsa ovqat olib berishyapti, chanqasangiz suv ichyapsiz, maza qilib o'tiribsiz. Siz o'zingizni o'sha didingizdagi kiyimni aytyapsiz-da, magazinchi sizga ketma-ket ko'rsatyapti har xil kiyimlarni. Siz o'sha bitta joyda maza qilib o'tirib, xohlagan bitta kiyimingizni tanlab o'sha butikdan olib chiqib ketasiz. Bayerlik shunaqa narsa. Bayerli uchun agar siz o'zingizga o'zingiz bayer bo'lsangiz ham yoki bo'lmasam shu biznes qilib pul topish uchun bayer bo'lsangiz ham bu faqat sizga foyda keltiradi, chunki o'z-o'ziga bayerlar ham oilasini pulini qanchagacha ekonom qilishi mumkin. Masalan, o'zimdan bitta misol, yaqinda bozorga tushdik, bir hafta ham bo'lmadi hali, texnika olamiz deb bozorga tushdik-da. Keyin o'sha yerda men bolalarimga kiyim olishim kerak edi. Hali saytdan zakaz qilishga ulgurmagan edim. Keyin shu bozorga kirdi, men shu kerakli narsalarni top olib keta qolay, bozorga tushmaganimga ham ancha bo'lgan edi deb kirdim bozorga. Birinchidan to'la kiyim, to'la, juda ham vibr ko'p, juda ham odam ko'p. Bozor o'zi ham katta, yurib charchab ketasiz. Hop, yurdim, ancha-muncha narsa olishim kerak edi. Men o'sha yerdan faqat 2 dona aski bilan 2 dona kolgotka olib chiqib keta oldim. O'zi spiskamda juda ham ko'p narsa bor edi. Men topa olmadim o'sha yerda. O'zim xohlayotgan kiyimni topa olmadim. Undan ko'ra dedim, men yerda uyda o'tirib zakaz qilganim yaxshi ekan deb o'zimga o'zim aytdim yana bir marta. Uyga kelib, sekin saytlarni titishni boshladim. To'g'ri, siz bir kun topa olmasligingiz mumkin qidirayotgan narsangizni, lekin siz uyingizda o'tirib, bemalol, xotirjam, xohlagan vaqtingizda kirib, saytlarni ko'rib, o'zingiz xohlagan tovarni topa olasiz o'sha saytlardan. O'shaning uchun bozordan ko'ra tinchgina zakaz qilganim yaxshi ekan deb qaytib keldim. Bu yana kimlarga zo'r? Bir xil bilasizlar, bolasiga hech kimda yo'q, takoy lukli qilib kiydirgisi keladi. Shunaqa odamlarga bu juda ham zo'r, chunki siz uyingizda o'tirib, xohlasangiz Xitoy, xohlasangiz Angliya, xohlasangiz Turkiya, xohlagan mana davlatingizni xohlagan saytidan xohlaganingizcha o'sha o'zingizni xayolingizdagi ideyalaringizni yig'ib bitta zo'r luklar zakaz qilsangiz bo'ladi. Nafaqat bolalaringizga, balki o'zingizga ham zo'r kiyimlar topsangiz bo'ladi. O'shaning uchun bu kasb, bu soha, bu yo'nalish yildan yilga har doim rivojlanib boradi. Xo'p, bayerlik o'zi nima kasb? Bayer bu kim? Men bayerman. Tasavvur qiling, men mijozlarim bor va men kiradigan saytlar bor. Men o'shalarni o'rtasidagi odamman. Mijozlar menga zakaz berishadi, men esa o'sha saytlardan ularga ma'lum bir haq evaziga tovarlarini ularning qo'liga yetkazib beraman. Shunaqa kasb va bu yerda nima uchun bayerlarga murojaat qilishadi? Xo'p, agar masalan, menda shu turdagi mijozlarning hammasi bor. Men o'zim ham bayerman, mijozlarim bor va ular nimaga menga zakaz berishadi? O'zligi zakaz qilishni umuman bilishmagani uchun zakaz qilishadi va menga zakaz qilishni bilishsa ham, lekin qo'rqqani uchun. Agar mana siz o'rganyapsiz shu sohani, boshida qo'rquvingiz bo'lsa, buni yenga olmasangiz, bu sizni qolib ketadi umrbod. O'shaning uchun nimadir aytaman, har doim o'quvchilarimga aytaman, bitta bo'lsa ham narsa zakaz qilinglar deb. Mana odamlar o'rganishadi, qo'rqishadi, zakaz qila olmay qolib ketishadi keyin. Shunaqa odamlar ham menga tovarlarini zakaz qilishadi. Keyin vaqti yo'qligi uchun kimdir zakaz qilishni biladi, qanaqa zakaz qilsa to'g'ri kelishini ham biladi, lekin zakaz qilishga vaqti yo'q. O'shaning uchun tinchgina nima xohlayotganini aytadi. Masalan, tovarlari bo'lsa tashiydi, shuni zakaz qilib bering deydi, bo'ldi. Nimaga aytyapman buni? Shunaqa klientlarim menda ham bor. Hozir sizlarga aytib beraman. Nimaga? O'zimdan misol qilib aytib beraman. Men bitta butik bilan ishlayman. Farg'onada joylashgan butik. Oyiga 2-3 ming dollarlik menga tovar zakaz qilishadi ular. Men polniy ularni do'konini to'ldirib beraman. Masalan, o'sha ayol o'zi zakaz qilishni biladi, hamma narsani o'zi qilsa bo'ladi, lekin vaqti yo'qligi uchun menga tashiylar ular.
Masalan, bitta kiyim tashinglar, mana bundan SML razmeri, bitta oyoq kiyim tashinglar, bundan полностью hamma razmeri kerak. Shunaqa deb tashinglar va men ularga zakaz qilib berib, shunaqa qilib daromad qilaman. Endi ular tasavvur qilinglar, sizga klient tayyor tashyapti, rasmini, razmerini, rangini tashyapti. Siz uni prosta zakaz qilib bersangiz bo'ldi. Masalan, men pulini oldindan olaman va qilayotgan xizmatim uchun pulni ham oldindan olaman va uni zakaz qilish uchun menga atigi yarim soat, 20 minut, bir xilda undan ham tez, undan ham kam vaqt ketadi. Mana 2000-3000 dollarlik tovar zakaz qilsa, bitta magazinning o'zidan men oyiga 200-300 dollar foyda qilaman. Bu juda ham zo'r. Ayniqsa uyda o'tirgan ayollar uchun juda ham zo'r. Xo'p, yana bitta misol. Menga yana kimlar ko'p murojaat qiladi? Vitamin zakaz qilib bering deganlar ko'p murojaat qilishadi. Bunda meni foydam, qaranglar qanaqa foyda qilaman. Men mijoz o'zidan ham foyda qilaman, chunki zakaz qilib berayotganim uchun men undan xizmat haqqimni olaman. Va shu bilan birgalikda men saytda o'zidan ham foyda olaman. Chunki men qanaqa skidka, qanaqa kuponlar va qanaqa o'sha aksiyalar bo'layotganini o'rganib chiqib, har bitta kupon, har bitta aksiyadan o'sha aksiyalardan foydalanib, birinchidan men zakaz qilayotgan tovarimni pulini tejayman va ikkinchidan saytda o'zidan ham yana pul ishlayman. Shunaqa qilib ham siz foyda qilsangiz bo'ladi. Xo'p, undan keyin bayerlar qayerdan buyurtma qilish kerak? Siz bo'lajak bayersiz va siz qayerdan buyurtma qilishingizni bilishingiz kerak. Buni bilishingiz muhim. Agar siz o'zingizni bayerman deb aytadigan bo'lsangiz, siz O'zbekistonga kirib kelishi mumkin bo'lgan istalgan davlatdan buyurtma qilishni bilishingiz kerak. Chunki sizga klientlar faqat Turkiyadan tovar zakaz qilib yoki bo'lmasa faqat Xitoydan deb tashamaydi. Klientlar sizga Italiyadan tashashi mumkin, Germaniyadan tashashi mumkin, Amerikadan, Angliyadan tashashi mumkin. O'shaning uchun siz o'sha hamma davlatlardan zakaz qilishni bilishingiz kerak. Va yana bitta narsa shu o'rinda, siz bitta davlatda o'rganib yoki bo'lmasa bitta saytda o'rganib, bitta saytdan zakaz qilishni o'rganib, onlayn do'kon ochishingiz mumkin. Uni yurg'izib daromad qilishingiz mumkin bemalol. Lekin siz agar bayer bo'lmoqchi bo'lsangiz, bitta sayt kam bayer bo'la olmaysiz. Bayer bo'lish uchun siz hammasini o'rganishingiz kerak. Amerika, Turkiya, Yevropa, Xitoy saytlarini, programmalarini siz suv qilib ichib olgan bo'lishingiz kerak. O'shanda sizdan zo'r o'sha professionalniy bayer chiqadi. Bayerlarning vazifalariga nimalar kiradi? Kelinglar buni ham ko'rib chiqamiz. Yetkazib beruvchilarni topish, ya'ni saytlarni bilish. Amerikanskiy saytlar qaysi saytda yaxshi tovarlar bor. Masalan, bir xilla bayerga murojaat qiladi, rasmini ham tashamaydi, hech nima tashamaydi, prosta nima xohlayotganini aytadi. Masalan, menga doyka kerak deydi, amerikanskiy kerak, Amerikan brendidan bo'lishi kerak desa, siz Amerika saytlariga kirib, o'sha qaysi sayt detskiy saytligini bilib, o'shadan siz mijozga tovarlar tashab berishingiz kerak. O'shaning uchun bu yerda saytlarni, programmalarni bilish muhim hisoblanadi. Keyingisi sifatsiz mahsulotlardan qochish. Bu degani, klient sizga tovar tashadi, tayyor tovar tashadi, mashina zakaz qilib bergan deyapti. Siz uni shartda olib zakaz qilib olmaysiz. Oldin kirib ko'rasiz, analiz qilasiz. Uni odzivlari qanaqa? Olgan klientlar o'sha tovardan rozimi? Yana o'tda o'sha tovarni xarid qilgan klientlar haqiqiy rasmini ham qoldirishgan bo'ladi. O'sha haqiqiy rasmi bilan solishtirib ko'rasiz, to'g'ri kelyaptimi? Magazinning odzivlarini ko'rasiz. Agar yaxshi bo'lsa, keyin zakaz qilib berasiz. Yaxshi bayer hech qachon klient tashlagan narsasini sraz zakaz qilib berdi degani emas. Uni analiz qilib, agar tovar rostdan ham yaxshi bo'lsa, keyin zakaz qilish kerak degani. Bo'lmasa siz tashab qo'ysangiz, o'zingiz shuni zakaz qiluvding deya olmaysiz klientga. Chunki siz bayersiz, analiz qilib unga yaxshi narsa taklif qilishingiz kerak. Masalan, u sizga tashadi, uni o'rniga o'shanga o'xshaganroq yoki boshqacharoq qanaqadir o'sha stildagi boshqa narsani yaxshirog'ini kerak bo'lsa, qimmatrog'ini topib tavsiya qilsangiz, klientga baribir, любой odamga ham baribir sifat muhim. Siz o'shani sifati zo'rligini isbotlay olsangiz, siz birinchidan zo'r bayer bo'lasiz, ikkinchidan klientingiz sizga ishonchi ortadi, uchinchidan yana yaxshigina daromad qilishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi mahsulotlarga bo'lgan talabni tahlil qilish. Masalan, siz
bayersiz yoki bo'lmasam onlayn magaziningiz bor va u yerda mana hozir qishki sezon boshlanyapti. Siz qishki sezonda narsalarini sotishingiz kerak. Agar siz o'sha erta kuzgi narsalarni qo'yib qo'ysangiz yoki bo'lmasam yozgi narsalarni qo'yib qo'ysangiz, u tovarlar ketmasligi mumkin. O'shaning uchun hozir trendda nimalar zo'r ketyapti, qanaqa tovarlar yaxshi kelyapti, shularni o'rganib, keyin siz klientlaringizga o'sha narsani tavsiya qila oladigan darajada bo'lishingiz kerak. Va narxlarni ham solishtirishni bilishingiz kerak. Bir xil narsalarning narxi programmaga kirganda har xil chiqib ketadi. Masalan, o'zimizning bozorlarda ham bitta tovarning narxi hamma magazinda har xil bo'ladi. O'shani solishtirib ko'rib, qaysi do'konda eng ko'p tovar xarid qilingan. Kerak bo'lsa, mayli qimmat bo'lsin, chunki bekorga u ko'p sotilmagan. Arzoni bekorga arzon emas va bekorga undan kam sotib olinmagan. O'shalarni o'rganib, tahlil qilib, keyin siz o'sha mijozga aytishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bayerlik kasbini o'zi qanaqa plyus tomonlari bor, shularni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Birinchisi moslashuvchan ish vaqti. Bu degani siz masalan mana uy bekasisiz, kunduz kuni umuman vaqtingiz yo'q saytlarga kirib zakaz qilishga. O'zimdan kelib chiqib aytaman. Kunduz kuni faqat men klientlar bilan gaplashaman, klientlarning zakazini qabul qilaman, ular bilan gaplashaman, nima xohlayapti so'rayman, lekin kunduz kuni zakaz qilmayman. Men kechqurun bolalarim uxlatganimdan keyin miyamni tinch qilib, miyamni hech narsa bo'm-bo'sh qilib, faqat fokusimni o'sha zakazga qaratib, o'shanda keyin zakazlarni urib beraman. Baribir yotganda ham masalan uxlashga yotsanglar ham uxlaguningizcha yarim soat, 1 soat vaqtingiz ketadi. O'sha payt men o'zimni o'sha foydali ishlarimni qilib, shu paytdan foydalanib men daromad ishlayman. Xullas, moslashuvchan vaqt bu ishlaydiganlarga ham to'g'ri keladi, o'qiydiganlarga ham to'g'ri keladi, bayirlik vaqti va uy bekalariga ham juda ham to'g'ri keladi. Va minimal pul bilan siz boshlashingiz mumkin. Masalan, sizda biznes qilish uchun yoki bo'lmasam katta miqdorda tovar olib kirish uchun unaqa katta оборотный pul yo'q. Lekin siz agar bayer bo'lsangiz, mijozlar sizga o'sha tovarini tashaganda, siz ularning pulini oldindan olib, 100% oldindan olib, kerak bo'lsa, siz o'sha xizmat haqqingizni ham oldindan olib zakaz qilib berishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi cheklovlarsiz foyda qilish imkoniyati. Bu kasbda siz maminchagacha pul ishlaysiz degan narsa yo'q o'zi. Agar siz harakatingiz zo'r bo'lsa, o'zingiz ustingizda tinmasdan ishlasangiz, o'zingizni zo'r qilib o'sha auditoriyaga reklama qilsangiz, sizning klientlaringiz ko'payib ketaveradi. Masalan, menga ko'p aytishadi-da, shuncha bayerlar chiqaryapsiz, unaqa chiqaryapsiz, anaqa qiladiganlar kamayib ketadi, bizga zakaz qiladiganlar kamayib ketadi deyshadi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Agar kamayib ketganda, shu kungacha meni klientlarim yo'q bo'lib ketgan bo'lardi. Lekin men o'zim masalan bayerda juda ham kam qo'yaman, men bayerlik qilaman deb. Lekin men navorot mijozlarim bir-biridan eshitib, navorot menga shu paytgacha klientlarimning auditoriyasi shu paytgacha kengayib kelmoqda. O'shancha aytishadi-yu, karvon ko'p rizqi bo'ladi deyshadi-yu. Hammani o'ziga yarasha rizqi bo'ladi. Xo'p, bayerlar qanaqa xislatlarga ega bo'lish kerak? O'rganib chiqish yoki analiz qilish qobiliyati. O'sha aytganimdek, bitta tovarsiz zakaz oldingizmi, o'shani o'sha tikka zakaz qilish kerak emas. Oldin siz uni o'rganib chiqishingiz kerak. Qancha sotilgan, nechta sotilgan, mijozlarning fikri, o'shani o'rganib chiqib, analiz qilish qobiliyatiga ega bo'lishingiz kerak. Muzokaralar olib borish qobiliyati. Bu degani nima degani? Har bitta saytni o'zini u sayt bo'ladimi, magazin bo'ladimi, tex poddershkasi bo'ladi. Siz do'konchi bilan aloqada bo'lishingiz kerak. Unga nimadir savollaringiz bo'lsa, bera oladigan bo'lishingiz kerak. Masalan, aytaylik, siz 5 yosh bolaga kiyim zakaz qilyapsiz-da, lekin u 5 yosh bolani bo'yi pastroq bo'lishi mumkin, normaldan pastroq bo'lishi mumkin. O'shanda siz so'rashingiz kerak. Yozasiz do'konga, shunaqa bo'yli bola, shunga men necha razmerli kiyim olishim kerak yoki mana shu razmerdagi kiyim shunaqa bo'yli bolaga to'g'ri keladimi deb shunaqa gaplasha oladigan nimaga ega bo'lishingiz kerak, xislatga ega bo'lishingiz kerak va albatta eng birinchi o'rinda turadigan bu yaxshi muomala. Tasavvur qiling, zo'r butikka kirdingizda, kiyimlari zo'r, dahshat, qimmat, premium kiyimlar turibdi. Hamma kiyimi sizga yoqyapti, olgingiz kelib ketyapti-da, lekin o'tdagi sotuvchining muomalasi yomon bo'lsa, nima qilasiz? Olasizmi kiyimini?
hech kim olgisi kelmaydi. Bor moling boshingda qolsin chiqib ketadi-da любой odam. O'shaning uchun agar siz zo'r muomala qilsangiz, ishoning, arzon narxli lekin kачествоsi yaxshi kiyimingizni ham zo'r qilib sotib yubora olasiz. Yoki bo'lmasam muomalangiz zo'r bo'lsa, qimmat, premium, lyuks kiyimlarni ham bemalol siz o'sha klientga sotib yubora olasiz. Muomala har doim birinchi o'rinda turadi. Elektron tijorat bu degani siz Visa karta, Master kartalar bilan, Uz kartalar bilan ishlashni bilishingiz kerak. Pul o'tkazish, qanaqa konversiya qilish, shu qanaqa protsesslar ketadi sotib olish jarayonida. Shularni yaxshilab o'rganib, tushunadigan darajada bo'lishingiz kerak.